Bugungi videoda backtestni yakunlaymiz. Mana tugadi backtest 2022-yildan 2026-yilgacha 4,5 yillik fevralmi? 4 yillik test tugadi. Mana natijani ko'rsanglar bo'ladi. Depozit $200 mana rezultatni ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'ringlar, maza qilinglar, prosto maza qilinglar. $200 mana balans. Qaranglar. Unital deposit $200, total net profit necha deydi? 1,130,944 $1 million ga chiqdi. $200 $1 million. Yomon emas, zo'r. Qaranglar, 2022dan 4 yil ichida $200 $1 million qildi. Lekin real bozorda bunaqa bo'lmaydi. Sababi real bozorda profit qiladi, lekin sizlar profitni qilgan depozitni yechib olib ishlatasizlar. Birinchidan, ikkinchidan real bozorda brokerda slippage bor, nimasi komissiyasi bor, nimasi bor, spread bor, swap bor, yana balobattari bor, puli yechib o'tgan paytda ham komissiyasi bor. O'shani hisobiga real bozorda $200 $1 million qilib olmaydi. Lekin o'shanga 70-80% yaqin bo'ladi real bozorda. Uni ustiga katta depozit qo'ymaysizlar real bozorda. O'sha hisobiga ham real bozorda sal boshqacharoq ishlaydi. Hech qachon backtest bilan, bunaqangi test bilan real bozor bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Hech qachon 100% to'g'ri kelmaydi, lekin 70%, 80% to'g'ri keladi. 100% emas. 100% emas lekin. O'shani esinglardan chiqarmanglar. Ko'pchilik mana shu backtestda 1 oylik, 2 oylik natija bilan test qiladi, sizlarni aldab robot sotadi. Ko'pchilik shunaqa ko'rganman. Lekin men sizlarga mana po faktu bilan isbotlab berdim. 2022dan 2026-yilgacha bunga farqi yo'q. 100 yillik backtestga qo'ysangiz ham bu ketaveradi. Sababi logikasi zo'r buni. Bozor qanaqa yursa ham bu bozordan pul olib chiqib ketishga harakat qiladi. Oddiy robot emas bu. O'shaning uchun men buni robotni pulga sotolman sizlarga. Oddiy robot emas bu. Sizlarga tekin robot kerak bo'lsa, Telegram kanalimda bor. Risk menejmentga amal qilib, riskni kontrol qilib ishlaydigan robotdan ikkitasini tashab qo'yganman sizlarga. Obunachilar uchun tekinga tashab qo'yganman. Tekin desanglar, tekin robotim bor. Pulli desanglar, pulli robotim bor. Yana nima kerak sizlarga? Arzon robot kerak desa, arzon robotim bor. Qimmat kerak desalar, qimmat robotim bor. Yana nima kerak sizlarga? Bilmayman. Men qo'limdan kelguncha sizlarga, obunachilarga, meni kuzatayotganlarga, meni taniydiganlarga, men qo'limdan kelguncha yordamim ayamayman. Bemalol, kim qiziqsa bemalol kanalga obuna bo'lib, Telegram kanaliga obuna bo'lib, menga prямо yozsanglar bo'ladi. Bu robot haqida sizlarga ma'lumot beraman. Sotib olmoqchi bo'lganlarga tashab beraman. Короче, kimga qiziq bo'lsa menga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Описаниеda, kommentariyada men nimalarni qoldiraman. Telegram link, o'zimning profilim hammasini qoldirganman. Bemalol menga bog'lanishinglar mumkin. 4 yillik testdan mana $200 $1 million. Sof foyda.